so'nggi paytlarda takroriy firibgarliklar avj oldi. O'zingizlar tarmoqlarda ko'rib, kuzatib guvohi bo'lgansizlar. Minglagan insonlarning milliardlab mablag'lari uqlatib tashlangan. Aynan shu va boshqa dolzarb masalalarga huquqiy yechim bo'luvchi hamda javobgarlikni jiddiy ravishda og'irlashtiruvchi muhim qonun loyihasi kuni kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan qabul qilinib, ma'qullash uchun Senatga yuborilgan. Asosiy e'tibor jinoyatga jazoni muqarrarligini ta'minlash, jabrlanuvchilar huquqlarini to'liq tiklash va korrupsiyaga qarshi kurashayotganlarga to'liq huquqiy himoya qilishga qaratilgan bo'lib, Jinoyat kodeksi aynan ko'pchilik so'rayotgan norma bilan to'ldirilmoqda. Ya'ni o'zlashtirish, rasrata, ya'ni o'g'irlik yo'li bilan talon-toroj qilish, firibgarlik jinoyatlarini sodir etgan shaxs yetkazilgan moddiy zararni to'liq qoplamagan taqdirda jazodan muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilish tatbiq etilmaydi. Endilikda bu yangi qonun loyihasi takroriy firibgarlik va korrupsion jinoyatlarni oldini olishga xizmat qiladi hamda firibgarlikka moyilligi bor shaxsni o'zini tiyishga majbur qiladi. Avvalo hech kim aldanmasin. Shunaqa xalqimiz foydasiga xizmat qiladigan manfaatli qonunlarimiz ko'paysin. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'linglar, like, podpisa, komment bosinglar, boshqalarga ulashib qo'yinglar. Ko'rishguncha tinch omon bo'linglar.